Bitti qaranglar. Yangi mahallaman keldim. Minorali ekranni tepasiga chiqmoqchiman. Qo'rquv aralash hayajon. Nimaga qo'rquv? Chunki zinadan 10-etajga narvondan chiqishimiz kerak. Hozir ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Mana bu o'zi bizani emotsiyalarni olib beradi. Ketdik. Bekzod, meni yolg'iz tashlab ketmaysan, chiqasan-a, ukamsan ham. Ketdi. Bismillah. Har kun chiqib tushalaman, bratan, shu yoqqa. Qorlar orib qolsa nima qiladilar? Voh, dam olmasa bo'lmaydi. To'g'risini qo'rqaman men tepaludan. Lekin sizlar uchun, kontent uchun chiqamiz. Chiqib oldim. Bitti qaranglar. Yangi mahallaman keldim. Deyarli har kuni ko'zimiz tushadi, lekin hech qiziqqanmizmi? Minorali ekran qanaqa ishlaydi? U nech pul turadi? Uni ishlatadigan odam o'zi hayotda qanaqa kechiradi bu minorali ekranga? Qanaqa chiqiladi, qanaqa tushiradi? Qiziq bo'lganmi? Menga shaxsan juda ham qiziq. Shuning uchun bugun sizlarga minorali ekran haqida kontent tayyorladik. Tepaga chiqib oldim. 5 minut vaqtim ketdi. Tinimsiz deyarli chiqdim o'rtada bitta plashadkada. 1 minut chadam oldim. Ketdim, kiramiz garajning kabinasiga. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Yo, Sirojiddin akam, kranning operatorilar. Aka, qalay bo'lyapti ishlar? Bo'ladi o'ziga. Kunning yakunida salqinroqda chiqmasa, issiqda odam mazasi qochib qoladi-yu. Akamda konditsioner bor ekan, LG ning kattasini qo'yib qo'yibdilar, mazza qilib o'tiribdilar. Aka, hammani qiziqtiradigan savol. Qistab qolsa nima qilasiz, aka? Yengillik yeb qolsa, mashina o'zi bakalashga tayyor turadi. Boshqa iloji yo'q. Iloji yo'q boshqa. Yengil 2 minutlik narsa uchun pastga tushib chiqish yo'qmaydi-da. Og'irdan kelib qolsa-chi? Og'irdan kelib qolsa iloji yo'q. Men ikamat chaqirsa chiqasizmi pastga? Tushiladi. Gap yo'q ekan. Bu kran qanaqa quriladi, qanaqa ko'tariladi, shuni aytib bering menga. O'zingiz qurganmisiz bu kranni yo firma qurib berib ketadi? Bu kranni o'zi men tikka qilaman. 40% gacha avtokran ko'tarib beradi. Aha. 40% gacha o'zi ko'tarib beradi. Nechta seksiya qo'yib beradi avtokran? Avtokran seksiyaga emas, balandligini necha metrgacha qo'yib beradi? Bitta 20-25 metrgacha tikka qilib ketadi-da. Maksimalni ko'tarish mumkin bo'lgan balandligi qancha buni? Mashkran. Maksimalni u cheksiz. Bizda turgan 10 tonnali minorali ekran Zoomline deb ataladi va uni yengisi $90-95 ming dollarga baholanar ekan. Lekin uni komplektiga mana bunaqa tros kirmas ekan. Tros alohida sotilar ekan. 12 ming dollardan sal qimmatroq yengi Cobalt olaman desanglar bozorda uni puliga bitta 270 metrli 10 tonni ko'taradigan tros xarid qilsanglar bo'lar ekan. Trilla minorali ekranni o'qini o'zi 55 metr. Hozir 70 metr balonli turibmiz. Bizda hozir turgan yangi mahalla turar joy majmuasini qurilish maydonida bunaqa minorali ekran naq 6 tasi tinimsiz tunu kun o'z faoliyatini olib boryapti. Quruvchilar sizlar uchun sifatli, shinam, qulay va albatta mustahkam uylarni qurishda davom etishyapti. Nafaqat sizlar uchun, balki men uchun ham, chunki o'zim ham shu turar joy majmuasidan xonadon xarid qilganman va sizlarga ham tavsiya qilaman. Albatta yangi mahalla turar joy majmuasini sotuv ofisiga kelinglar va o'zingizlarning orzu uylardagi xonadonga, o'zingizlarga qulay bo'lgan shart-sharoitlarda ega bo'linglar.